Bunisi bor. To'g'ri turibdi hozir. 1 minut turadi. Turaveradi. 10 sekund mana undan qotadi. Ya'ni 10 sekund qotadi bo'ldi, to'xtatadi, start to'xtatadi. 1 minut jarayoni. 1 minutdan keyin yana 10 sekund yana to'xtab oladi. Hozir уже rejimga qo'yib qo'ydilar уже. Endi menga to'g'ri qo'ysam, sajdalar olib qo'ysam bo'ldi endi. 3 daqiqa, 4 daqiqada odamni ish qilib turamiz. Bo'ladi, hozir olyapmiz. Kelinglar. Bo'ladi, katta yo'lni to'g'ri. Harakat yo'li yomonini topib oldik, o'shani o'ylaydi. Shundan bir ko'mirda shu tashab qo'ysangiz bo'ldi ekan. Bir qop ko'mirda shunday tashab qo'ydim. Mana hozir xudo xolasa 10 minut bo'ldi. Mana mobil gradusniymiz. Hozirgi haroratda 60-50 qo'yaverasiz. Yuzlamalarda 60-70. Mana unisi deyin 10 minut yonar ekan, 10 sekund totar ekan. Ko'mirda tortib olasiz. Ko'mir tortib oladi. Endi bu yonishini ko'ring. Gazdan zo'r yonar ekan. Bu ko'mirmi? Gazmi? Ko'mirda bu. Maşallah. Gazdan zo'r yonyapti ko'mir. Gazdan zo'r ekan. Qishloq sharoitidagi picha zo'r ekan. Ichkarida 10 ta xona bor. Bemalol isyapti. 51 gradus chiqyapti hozir. Xudo xolasa 50. Gaz yo'q joylarga mana shunaqa chiroyli yo'llarni qo'yib, bu yerga to'ldirib bersa ekan, shu ikki qopni qopda to'ldirib bergansiz, gradusni qo'yasiz, yo'q qo'yasiz bo'ldi. Shuni aralashtirib istagan, issiq masalan o'tiradi. Hali chiqib olib, yonmayapti, isimayapti, o'tirmaysiz. Katta gap yo'q, xizmat bersa, 90 so'mdan ish qilasizlar.